Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun 2026-yil 12-aprel. Shu Qo'ylo dehqon bozorimiz 201-do'kon. O'tgan yili necha gektarga oluvdingiz aka? 4 gektarga urug' olishuvdi. Mana bu yil xudo xolasa 6 gektarga kelishdi. Aka bitta odamni maza qiladigan joyi bor-da. O'tgan yil mana 1 gektardan bitta mashina oldim dedingiz aka. Xudo xolasa bu yil mana niyat uy inshaalloh bo'lsin aka. Biz ham shu ana nima edi? Bizni ham rizqimizni sizlarga qo'shib berganda aka. Shuning orqasidan biz ham rizqlanamiz aka. Yaxshi urug'larni qilib beryapmiz. 7 firmani gigant urug'ini qilib berdik. Dorilarimiz aka Amerikadan kelgan maxsus dori bu. O'sha ko'chatni stress holatdan olib chiqib ketadi, ko'chat sonini oshirib beradi. Bu dorimizda yana bitta shunaqa garantiyasi bor. Shu joyingizga ishlatasiz. Agar o'sha joyingiz videosini tashish ishlamasa, dorini pulini qaytarib berish shart. Maqsad nima aka? Siz bilan 1 yil ishlashamiz. Har yili xudo xolasa achaqani yaxshi kunlarda dehqonchilikka Alloh baraka bersin aka. Aka, keyingi yil ham xudo xolasa bir 10 gektar ustida bir mana bu yerda kelganingizni bir xursandchilik bilan ko'rishingiz nasib qilsin aka. Jizzax Arnasoy Konifda akalarimiz. Alloh barakasini bersin.